حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد qasr beradi jannatda degan ekan. Men shuni eshitgandan beri shuni orzu qilib yurardim. Bitta miqa bir kishi aytadi bitta g'ish qo'ysa deb. Bir kishi aytadi bitta obdasta olib kelib bersa deb. Bilasizlar, bir ayol masjidga uchun bitta obdasta olib kelib beradi. Obdasta olib kelgan ayol narigi qilgan bilan bir xil savob olgan ekan. Bunday katta kichigi bo'lmaydi. Eng katta savobni men olaman deydi. Eng katta savobni men olaman deb turib bir lapatga beton tashlasa, ashuni olaverasiz inshaalloh. Hech ham kam sanamaydi. Xudo nasib qilib turgan shu ishni bizga. Jon dilimiz bilan mehnat qilib qolamiz, shu qolib ketadi. Balki dunyoga kelib qolgan ish shu bo'lib qoladi. Amin. Yana qancha umrimiz qoldi? Alhamdulillah. Rahmat sizlarga. Sizlarni qaror qilib men masjid qurishda bir narsa esimga kelaveradi. Makkatullohda Ka'bani qayta qurishayotganda hali payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yosh vaqtlari edi. Bir shart qo'yishadi. Bular o'zi dindor emas. Rosa buzuq odamlar. Sutxo'r odamlar edi. Lekin kattalar yig'ildida do'stlar deyishdi. Biz Allohga ibodat qilinadigan joy qilyapmiz. Bir shart qo'yamiz. Harom pul aralashmas kerak deyishdi. Qalbingizdagi narsa ham shu bo'lsin. Jonu dilim bilan shu yerga mehnat qilaman. Bir so'm bo'lsa ham halol pulni ishlataman. Halolda baraka bor. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Albatta Allohning masjidlarini faqatgina Allohga iymon keltirgan, oxirat kuniga iymon keltirganlar, namoz o'qiganlar, zakot berganlargina obod qilurlar. Shoyatki ana o'shalar hidoyat topganlardan bo'lsalar, dedi Alloh taolo. Ana masjidni hamma ham obod qilavermas ekan. Masjid Allohning uyi. Allohning uyini kim ko'ringan obod qilmas ekan. Allohning uyini obod qiladiganlarni o'ziga yarasha sifatlari bor ekan. Ana shu sifatlarni ushbu hozirgi o'qilgan tarjima qilingan oyati karimada Alloh taoloning o'zi aytib o'tgan. Assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, saxovatpesha insonlar. Mana bugun oxirgi arkamizdan bitta inshaalloh mana oldi arkamiz. Juda go'zal chiqdi, chiroyli chiqdi. Alloh taolo bu o'zining baytida ishlayotganlarga o'zi ajr bersin, o'zi savob bersin, o'zi rozi bo'lsin. Hasharga kelayotganlarga, ihson qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Nasib qilsa ihson qilishda bardavom bo'laylik inshaalloh. Masjidimiz idorada bitib qolsin inshaalloh. Assalomu alaykum hurmatli qishloqdoshlar, hurmatli aka-ukalar, hurmatli musulmon birodarlar. Mana masjidimizda gumbazi ham qad ko'tarishni boshladi. Nasib qilsa ichkarida shu ishlar ketyapti.
ehsonlaringiz bo'lsa, marhamat ehson qilingizlar. Mana homiylik qilaman deganlar ham marhamat. Mana manzilimiz Qashqadaryo viloyati Ko'ydala tumani G'allakor qishlog'ida G'allakor jome masjidi. Assalomu alaykum hurmatli birodarlar, aka-ukalar. Mana gumbazimiz ham nasibsa chiroyli ko'rinishlarga kelyapti. Alloh taolo akalarimizdan rozi bo'lsin. Mana ichkarida shuvoq ishlar ketyapti. Ehson qiluvchilar bo'lsa marhamat kelaverasizlar. Karta raqamlar qoldiramiz. Alloh taoloning va'dasi bor. Ehsonning mukofoti ehsondir. Alloh taolo rozi bo'lsin hammalaringizdan. Allohim, sen mening Robbimsan, men esa sening bandang. Sen mening egamsan, men esa sening quling. Sen yaratuvchisan, men esa yaratilganman. Sen rizq beruvchisan, men esa rizqlantirilgan. Sen moliksan, men esa mamluk. Sen azizsan, men esa faqir. Sen tiriksan, men esa mayitman. Sen boqiysan, men esa foni. Sen g'ofursan, men esa gunohkor. Sen azimsan, men esa faqir. Sen mujibsan, men esa duogo'y. Sen shofiysan.